ustam qanday ahvollar yaxshimi? Bütün qanam jazirchilik machit olma. Ham yaxshi. Uni aqib ketgan yaxshimamlar? Kuch jaziriga tayyorlik qilyapti. Kuch jaziri yasatimi? Ko'mishdi. Men ko'rib baqsam qanday bo'lar? Bo'lgan kasa. Kasa ko'sa. Bo'ldi. Zargarchilik qadimiy kasb bo'lish sifati bilan uzoq tarixga ega. Ajdoddan avlodga davomlashib kelgan zargarchilik hunari har qaysi joylarning madaniyatida muhim o'rinda turdi. Ular kamolat yetgan hunar orqali oltin, kumush qatorliq qimmat metallarni har xil nafs sunnat buyumlari va san'at buyumlariga aylantirdi. Fan har qaysi asarlarda hunarvanlarning aql-farosati va talanti namoyon qilingan bo'ldi. Ular an'anaviy oltin, kumush pishiqlab ishlash hunariga varislik qilib qolmay, yana uzluksiz yangilik yaratib va taraqqiy qilib, o'zgacha san'at uslubi shakllantirib, mo'l madaniyat mazmuni mujassamlangan asarlarni barliqqa keltirdi. Kamolat ketgan zargarlar metallarni shakl keltirish, bozg'anlash, uyish, teksharlash qatorliq ko'p xil qadimiy hunarlarni ishlatishga mahir. Bu hunar san'at orqali yasalgan oltin zub-ziynatlarning shakli ko'p xil bo'lib, intayin yuqori san'at qimmatiga ega. Zargarchilik o'zgacha oltin zub-ziynat buyumlarini pishiqlab ishlash hunari, qo'lda yasalishi va murakkab nafs naqshlari bilan dunyoga taniq. Iste'molchilarning yaxshi ko'rishiga erishgan bo'lib, bu xil hunar hunarvanlarning intayin yuqori savrchanlik va mahorat saviyasini hozirlashini talab qiladi. Zargarlar madaniyati rayon va tarixiy arx ko'rinish qatorliq omillar tufaylidan o'xshash bo'lmasligi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda davrning taraqqiy qilishi va ijtimoiy muhitning o'zgarishiga ergishib, zargarlar madaniyatimi uzluksiz o'zgarib va taraqqiy qilib turdi. Zargarlarning asarlari yerlikda olqishga erishib qolmay, yana tadrijiy holda butun mamlakat sahnasiga yuzlanib, madaniyatni namoyon qiladigan bir ism kartasiga aylangan. Ularning asarlari bezash roliga ega bo'lib qolmay, yana mo'l madaniyat mazmuni va tarixiy qimmat mujassamlangan. Zargarlar an'anaviy hunarga varislik qilish bilan birga, shundaqla hozirgi zamon loyiha ideyasi bilan birikishga ahamiyat berib, hozirgi zamon estetik ehtiyojiga mos keladigan ham an'anaviy sehriy kuchga ega oltin zub-ziynat buyumlarini ijod qilib, oltin, kumush pishiqlab ishlash kasbiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Mana buni oxir muvaffaqiyat kutirib chiqadi buni. Ko'rib baqsa. Wow. Ajib chiroyli chiqdi-ya. Bular emas, yana kutirib chiqargan har xil shakldagi, har xil fasldagilar bor. Men sizlarga kuch jazirni ishlab qoldirman. Men endi taraf chiqaman. Shularning hammasini degan bor. O'z qo'limda yozgan ayolimiz bo'lib keldi. Men kuch jazirniki asli en küçük altın abi. Mavsa chiqilgina. Abi Kredalarniki televizyonasi en küçük tutqandi. Men qag'alar men o'zim ayligidim. Maqul ustam Sulmonbek avar qilib. Yo'q, unda deyishdi. Ha, biz Sulmon japa chekdinglar. Yo'q, unda deymiz. Sizlarga bir rahmat. Mengan izlaringlardan kulun son. Maqul rahmat. Japa chekdinglar. Siz butunlarga utuq tilayman. Maqul rahmat. Maqul xo'sh.